Navbatdagi jang 70 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida. Qizil burchakka chaqirildi Shohjahon Habibullayev, Samarqand viloyati vakili. Otabek Musayev jangni boshqarib boradi. Surxondaryo viloyat vakili Jasur Xudoyberdiyev va samarqandlik jangchi Shohjahon Habibov. Yetmish kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasi. Vazn og'irlashib bo'lyapti. Jigar qismiga zarba o'tdi. Xudoyberdiyevdan va shundan so'ng darhol jangni pardaga o'tkazishga harakat qilmoqda. Bunda bu vaziyatda esa Anakonda uslubida bo'g'ishni amalga oshirishga harakat qilib bormoqda Samarqand viloyati vakili. Qo'l orqali bo'g'ish usuli hammasi joyida ko'rsatyapti. Oxiri qo'lib yubordi. Endi katta qo'limdagi kuch talab qilinadi bunday usul qo'llanilishi uchun va yana tinimsiz hamla va vaziyatni o'zgartirib tashlashi mumkin edi. Samarqand viloyati vakili raqibga shu bir yo'sinda harakat qilishga umuman imkon bermayapti. Yon taraflama nazorat, mountga o'rnashib bo'lyapti endi. Bosqichma-bosqich mana endi Arambarga o'tish ko'rinib ko'radimi? Har holda gard, lekin gardda joy almashdi. Mountga o'rnashib bo'lgan edi, mountdan chiqa olmadi. Yo'qni balandroq ko'tarishga harakat qilmoqda va to'shqinchak holati yuzaga keltirishga urinayapti. 10 soniya vaqt. Zarba. Ikkita ketmagan, yana zarba, nokaut. Yo'q, nokaut emas. Nokaut. Nokaut deb topilyapti. Nokautni beldan past qismiga yo'llandim zarba.
qisqa fursatda jang yakuniga yetyapti. Qisqa fursatda bahsni tugatmoqda. G'olibni yetmadim ham. Samarqand viloyati vakili Shohjahon Habibov. Navbat 77 kg